Navro'z Sharq xalqlari, jumladan O'zbekiston xalqining eng qadimiy va ulug' bayramlaridan biridir. Bu bayram har yili 21-mart kuni nishonlanadi va u tabiatning uyg'onishi, yangi yilning boshlanishi hamda yangilanish ramzi hisoblanadi. Navro'z so'zi fors tilidan olingan bo'lib, yangi kun degan ma'noni anglatadi. Navro'zning tarixi ming yillar avvalga borib taqaladi. U qadimda dehqonchilik bilan shug'ullangan xalqlar hayotida muhim o'rin tutgan. Chunki aynan shu davrda yer uyg'onadi, daraxtlar kurtak chiqaradi, ekin-tikin ishlari boshlanadi. Shu sababli Navro'z nafaqat bayram, balki mehnat mavsumining boshlanishi sifatida ham qadrlangan. Navro'z bayramining o'ziga xos urf-odat va an'analari mavjud. Eng mashhurlaridan biri sumalak tayyorlashdir. Sumalak bug'doy niholidan tayyorlanadigan milliy taom bo'lib, u baraka va farovonlik ramzi hisoblanadi. Bundan tashqari, ko'pkari, kurash, xalq o'yinlari va sayrlar tashkil etiladi. Bugungi kunda Navro'z xalqaro miqyosda ham keng nishonlanadi. 2009-yilda UNESCO tomonidan Navro'z insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Xulosa qilib aytganda, Navro'z bu nafaqat bayram, balki insonlarni yaxshilikka undovchi, tabiat bilan uyg'unlikda yashashga chorlovchi qadimiy qadriyatdir. U xalqimizning boy madaniy merosi, milliy o'zligimiz va birlik timsolidir. Barchangizni Axborot kutubxona markazi nomidan Navro'z ayyomi bilan muborakbod etamiz.